taolo, mani yana bitta Xorazmda muvaffaqiyatli o'quvchim Nargiz Collection, Nargiz Jabbarovani yangi ochilgan modalar atelyesi hamda showroom butigiga mana tashrif buyurdik. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr yurib, mana shu o'quvchimning muvaffaqiyatiga, yutuqlariga, erishayotgan natijalariga sherik bo'lish maqsadida, shunaqa yaxshi kunlarida yonida turishlik uchun biz keldik. Rano Collection Fashion Akademiyasini eng sevimli o'quvchilaridan biri, eng iqtidorli o'quvchilaridan biri. Meni o'zimni eng sevimli opajonim, qiyomatligim, o'zimni halol kasbligim Nargiz opamni mana bugun Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr yurib, ularning muvaffaqiyatlariga, mana shu halol kasblari orqali erishgan natijalariga, yutuqlariga, yangi ishxonalariga, showroomlarini ochilish marosimiga keldim. Maşallah. Mana, endi siz ham bitta kelsiz. Aslida oyijonimni xonalarini olganman. Maşallah. Siz biz Bismillah. Maşallah. Maşallah, xursandman. Judayam mahorat bilan Parij moda sahnasida porladilar. Tojikiston Fashion Week'da mana chiroyli liboslarni nashr etdilar. Yurkalari ham mana. Qaranglar, qanaqa sifatli. Yana bir marta Alloh barakali qilsin iloyim. Hamisha yuzingiz shunaqa yorug' bo'lsin. El ichida aziz bo'ling. Atrofingizda faqat shunaqa qo'llab-quvvatlaydigan yaxshi insonlar ko'payaversin. Allohim o'zi yomon insonlarni, g'araz niyatlilarni Allohim o'zi bizdan yiroq qilsin. Rahmat, doizga shukr. Bir marta Alloh